Adaş, muş yurtdan bir neçe yılga inim bana to'xtamay gap qilib, mush ichkariga chiqib pul topay degandim, eglik tiklay degandim. Deb bak gap qilyotdi. Mushunga qanday qaraysizlar? Sizlar to'g'ri uzun yil bo'lgan odam. Mushunga bir gap qilib beranglarmi? Endi do'stim bu eglik masalasi kelib qolsak, menga bakchi qiliq ko'pincha inlarimiz seshin qiladi endi. Aka mening shu shikirga berib, plana qilishinglarga berib, endi bitta eglik tikligim batdi. Ya bo'lmasa bitta Guangzhou, Shanghai degandek yerlarga berib, eglik tikligim batdi deb bakchi qadam seshin qilinglar. Endi meningki ular ham deydigan hamda azroq ko'ngil so'zim hamda danishmanlik qilib maslahat berganlik emas. Unda cho'ng arbob emasman. Endi o'zimning shaxsiy ko'z qarashim. Bu eglik degani xuddi bizlar kichik vaqtlarimizda uchirdigan laylakka o'xshasa, laylak bor, osmonda uchirdigan. Bu eglik xuddi shunga o'xshaydi ekan-ku. Qayaning osmoni keng bo'lsa, qayaning osmoni bo'sh bo'lsa, shu yerda yugurib ucharsak buning osmonga chiqitishi shuncha oson bo'ladi. Endi bu Guangzhouga, masalan, Shanghai, Beijing degandek cho'ng shaharlarda osmonda liq laylak, ni tal laylaklar bor bu yerda. Masalan, shu Guangzhou'dagi osmonida mana bir pinfangmi o'shiq joy yo'qda hisobda. Liq laylak, nayt ko'p laylak. Her xil, her yangi laylaklar. Hamsili o yurtdan yasab chiqqan o xalt laylaklar bu yerga hamda uni sizlar uchiraman desanglar, o laylaklarning oralaridan kirib osmonga ko'tarilib chiqishi tez, murakkab manchi bo'lsa. Eng yaxshisi shu hozir qamda yosh inlarimiz, yosh alaqinlarimiz bo'lsin. Qo'linglardagi shu qon taringlar topgan pulinglarni, shu mablag'ni bu yerga laylak uchirib deb ko'ydirib o'tmay, amal va o'zimizning diyorimizda osmoni keng. Ayada bir laylak, amalda bir laylak, miyada bir laylak, nurg'un bo'shliq va ajalada uchatsanglar, uning osmonga ko'tarilib chiqib, osmonning bir yerda shu qiqas uchib ketish ehtimoli intayin yuqori. Shuning uchun qalbimizda faqat ishkirdilam eglik tikligini bo'ldi degan narsani yo'q qo'ydi do'stlar. Qayaning osmoni keng bo'lsa, qayerda sharoit ko'p bo'lsa, shu yerda eglik tiklash shuncha oson. Shuning uchun faqat ishkirga intilib ketib qolganlar azroq o'ylanaylik. Eng yaxshisi shu ota-onalarimizdan ko'proq maslahat so'raylik. Chunki cho'nglar jiqishni ko'rgan ashlar fuqidi. Endi unda desam jiqadam deyish mumkin. Unda sizlar nima ish qilyapsizlar? Sizlar majab aşağılar juristlar ekan unda. Men gapning poshkalasini qilay. Mening dadam nayti bir cho'ng tallaylakni men aqlim topsam tiklab bo'pti kelmishaga. Shuning sayesinde ta hozirgacha yashayotgan odamlar biz. Bundan keyin shu sayda yashaymiz. Biz o'z oldimizga bir laylakni ko'tarib osmonga chiqqan odam emas. Yallam shu dadamizning, onamizningki laylakning jibidan uchun tutib aqsayishga odamlar biz endi. Shuning uchun ota-onamizning qishida chiqarib turaylik. Ota-ona boyada cho'qim pulmi bor, barkatmi bor, boshqa hammaning bor bo'ldi. Rahmat sizlarga.